Assalomu alaykum barchaga, xayrli kun. Bugun 21-iyul. Bizda zo'r yangilik, inshaalloh xayrli bo'lsin, barakatli bo'lsin. Kuzgi semestrga ilk telex vizalarimizni olyapmiz. Aslida bu o'quvchilarimiz yozgi semestrga hujjat topshirgan, yozgi semestrga immigratsiyaga hujjatlari kirgan, lekin biroz immigratsiyada dokument ko'rishlari cho'zilgani sababli kuzgi semestrga tasdiqlab berdi. 8 ta o'quvchimiz 100% natija bilan vizasini qo'lga kirityapti. Mana kim o'zini ko'rayotgan bo'lsa, vizasi chiqqan, tabriklaymiz. Yaxshi natijalar bilan boshladik ishlarni, Xudo xolasa xayrli qilsin, barakatli qilsin. Kuzgi semestrga viza kutayotgan o'quvchilarimiz ham yaxshi shunaqa natijalar bilan yakunlashini nasib qilsin. Shu o'rnida men administratsiyada o'tirgan ikkita xodimimizga ham rahmat, chunki bu o'quvchilarimiz 5-oydan beri telefon qilib bu bolalarga ishim bitdimi, chiqdimi vizam deb shunaqa xabarlar berishadi. O'zimga ham aloqa chiqdi. Sabr qilib biz bilan oxirigacha ishlaganlar uchun rahmat. Shu ikkita